Murafsar aka-ukalar bilan biz ustozimiz Marjon akamda san'at faoliyatida 45 yillik degan bir ijodiy kechasi bor. Bu yerda mana ustozlarimizda shu kunda zabardast hofizlar Abdulla akam ustoz, Qilichbek akam, juda ko'p ustozlar ishtirok etishdi. Ustozlar ashillalarini ijro etishdi. Shularning ichida biz ham shu insonni bir ashillasini shu bolaligimizda yaxshi ko'rgan shu yulduz degan ashillasini men ijro etdim. Sababi men bu ashillaga muxlisman. Ustoz demoqchimanki, ijodkor qachon ijodkorligi bilinadi. Ijodkorligi o'sha yangi chiqqan paytidagi ashillasini oradan yillar o'tib, 40 yil o'tib etsa ham odamlar yaxshi qabul qilsa, demak u yaxshi ijodkor bo'lgan bo'ladi. Aka sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Iloyim mana bu yuksak e'tiroflar muborak bo'lsin. Xudo xolasa mana shu yurtimizda eng yaxshi unvonlardan olishni nasib qilsin aka. Doim baxtimizga sog' bo'ling. Bu 45 yil yurdim, 50 yil yurdim san'atda deyish oson. Lekin bu kasb shunday nozik kasbki, bunda kerak bo'lsa bir kun, bir oy, bir yil yurishni o'zi juda nima desam ekan, mas'uliyatli. Mashaqqat. Iloyim, endi nima deydi? Bu elni nazarda yurish bu eng kasblar ichida shoh kasblardan bu. Elni nazarda yurib, unga dil izhorlaringni el eshitishi, bu senga muxlis bo'lishi, bu juda kamdan kam odamga nasib qiladigan narsa. Aka, sizni hurmat qilamiz. Oilaviy hurmat qilamiz. Sizni odobingizni, fe'l-atvoringizni va shu ro'zg'or tutishimizni, shu bilan birgalikda sizni mana bizga ustozimiz Sherali Jo'rayev juda ko'p ustozimizni fikrlar etishgan. Aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Iloyim shu ijodiy faoliyatda 50 yilligida ham hammamiz safimizdan xato bo'lmay qatnashaylik. Kelgan barcha do'st qadrdonlarga, ustozlarga, shogirdlarga katta rahmat. Mana Murodjon shogirdimiz boshchilik, Oltiariq madaniyat xodimlariga. Amin. Husniddin shogirdimiz mana tashabbus qildilar bular. Hammalariga katta rahmat. Mana Muhsinjon, Bahraga keldilaring, qolgan shogirdlarga ham hammalariga katta rahmat. İcadlaringga Alloh fayz barakotlarni ato qilsin. Allohu akbar. Rahmat, Vohijon aka sizga. Alaykum aziz muxlislar, aziz mehmonlar, aziz qadrdonlar. Mana shu ustozimiz Valijon Qodirov, mana shu turgan barcha san'at ahlini, shinavandalari, ustozlarimizning farzandlari hamda ularning shogirdlari. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Fursatdan foydalanib ustozimiz, akamiz, qadrdon Marjon akamga, aka-ukalariga, oila a'zolariga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana ukam aytganlaridek, biz shu ustozlarimiz Tavakkal Qodirov hamda Sherali Jo'rayevlarda shogirdlarimiz bo'lmasa ijodiy juda ko'p ustozlarimizni qo'shiqlarini ijro etganmiz hamda ularni o'zimizga ustoz deb bilamiz. Ustoz, sizni ham shu fursatda ustoz deb bilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu bolaligimizda shu ertalab tongi novolar degan bir konsert bo'lardi. Shu yerda sizni bir ashillangizni berardi, radioda berardi. Yulduz degan O'zbekiston radiosida. Hozir fursatdan foydalanib shuni ijro etaman. Albatta ruxsatlari bilan, ustozning ruxsatlari bilan. Rahmat, sog' bo'ling. Sevgi to'ldi tug'ilmay turib, seni yo'ldan urdi raqiblar. Sevgi o'ldi tug'ilmay turib, kuydiradi meni taqiblar. Hijrondan
başımga urib kuydirading taqdirlar hijron bilan boshimga urib yulduz yulduz sen bularni bilmaysan yulduz 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 sen bularni bilmaysan yulduz yengib qolaman bilolmayman aytgan so'zimni yo'q o'zimni qo'lga olaman ocholmayman ba'zan ko'zimni yo'q o'zimni qo'lga olaman ocholmayman ba'zan ko'zimni yulduz yulduz sen bularni bilmaysan yulduz 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 sen bularni bilmaysan yulduz men ojizman makr bor joyda men g'olibman kulganda oftob yulduz yulduz sen bularni bilmaysan yulduz 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 sen bularni bilmaysan yulduz açılan yalnız şular paymal buldur ve namus açılan yalnız şular yulduz yulduz sen bularni bilmaysan yulduz sen bularni bilmaysan yulduz sen bularni bilmaysan yulduz